Mesela kazan kebap kılıç usulüne geldim. Sebebi degende bizimki çoğun şagirdniki bugün tug'ilgan kun ekan. Necha nas uni buni qattiq gap qilgan bo'ldik. Shogirdimizning ko'ngli obdan bola. Birisi shogird uchun bir eng yaxshi ko'rgan qo'rdoq. Yana birisi urug' tuqqanlar uyan mehmon kelib qolsa, o'sha denfenga orqali qilinadi. Oddiy bir qozon kabob deb itli usuluna keldim. Undan mishak kelganda aldidan shogirdning tug'ilgan kuni muboraklaymiz. Ikkinchilab davomli qo'llab turishingni chin dilimiz umid qilamiz. Amsa nima qildim? Unda asa do'stlar, bir taldan yurakni besitib, anandan keyin shogird tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deb yozib qo'yinglar. Anandan keyin shunda itilish usulini oddiy bo'lgan, hem quvvatlik, hem ta'mi g'azab pez bo'lgan shunda qozon kabob etish usulini aniq tushuntirib qo'yamiz. Unda qilib qolsa bir taldan yurakni besitib, mush filmni diqqat qilib ko'rib, saqlayib, qayt ko'rib, mush bo'yicha oilada bolalarga, mehmonlarga qilib sinab qo'yinglar. Amsa ketdik. Qozon kabobga qo'y go'shti bilan qo'yning quyruq megida. Shundaymi shogird? Xullas avval quyruq mayni bir to'g'rib olna. Mush filmni to'liq ko'rib do'stlar, saqlayib, oilada mush bolalarga qilib bersanglar bu nayt g'azab o'xshaydi ekan. Bo'lapmi mush hozir yoz kelib qoldi, sovuq ichimlikni jiqichyapmiz bolalarimizdan olsin, o'zlarimizdan olsin, sovuq ichib ketgan do'stlarimiz. Mush oilada lekin qila olasizlar, nayt qulaylik ham g'azab paydo bo'ladi ekan. Sirtqa chiqib 3 qo'ygan qozon kabob yeb jugandan mandalab oildalam qaysanglar o'z qo'lingizda bolalaringlar qilib bersizlar, ta'mi, quvvat degan ustamlikni ash bo'yicha qilib sinab beqib yegan vaqtingizda ma'vul ejab belen debdikan deb foydalanib xo'shlar qilasizlar. Endi piyoz to'g'raymiz. Go'sht bilan yog'ni to'g'rab bo'ldik. Piyozni yuqoriroq to'g'raymiz. Yana bo'lsa meni to'g'ri deymizmi ustam piyozni? Ushaqroq piyoz to'g'raymiz, to'g'ridaymi odatda. Ashalaqa qishmiga piyoz to'g'raydigan vaqtida asha to'g'raymash ko'zimda mo'yda qilib yig'lab. Ne topdim? Mana bu to'tlam qilib bersak bo'ldi ekan, ha? Endi do'stlar bu menda gapcha. Bu sillarga o ozuqliq, bu ozuqliq, uni qildim, buni qildim deb andaq qilib yurgandan, nojigarlik paqlaniga shundami, menda akilab, menda quvvat menda bizmandan ba, hepti bir chiqdim. Menda nasla quvvatlanlar deyman, aqmaydigan. O, to'g'ri bu. Undan boshqa do'stlar, mush ailemizga mehmon kelgan vaqtda mashina mustan. Mana filmni ko'rib, mush bo'yicha qilsanglar nayt oson ekan. Birdamdan tayoq qila olayotgansizlar. Mush to'g'raydiganni to'g'rab, qolganda mush film bo'yicha qilsanglar, ash mehmonlaringlar kelganda shunda bir katta bir tamoq bo'lgan shuna mustan. Mana shu kelgan mehmonlarning hurmati, shu mehmonlarga qo'shilib qolgandek bir ish bo'ladi ekan. Undan keyin mush men cho'g'amda mush kabobni ustan. Men hamda oshxonada yapak buni ma'qul kabobni. Oshxona ichayotganmiz, yemek ichmek tijorat bilan shug'ullanayotgan do'stlarimiz bor. Mo'shandan bir lobella. Chiqirib beqishni o'ylasa bo'lib kelamdi. Ya bir chiqargan bo'lsin, bizli ko'rmadikmi? Ya boshqa usulda chiqirdi lekin. Ma'qul usul bo'yicha qilib taqanlar demoqchi. Go'shtni do'stlar mushtali to'g'ri basangiz bo'ldi mana. Bak loqma qilib olmayman mana. So'ngaklar qo'g'liq, mushtali so'ngaklar mana. Yomon payz chiqdi. Endi biz go'shtlarimiz bir belda qilaylik qoldimi? Dasq to'qtoq. Buni bek tez emas, shuma do'stlar mana. Tuz. Azroq tuz yechib qo'ymas. Ahmoch. Azroq sira. Bo'ldi. Musho buni da tatib qo'yoq. Tetib qilmasagan ekan, elishtirib olamiz mustan. Rasmiy elishtirib olamiz. Tuz ham yerga bilan tekshib oldik. Mana bir suqjumag'an ekan tuqqanlar. Mushta sanasang yomon payz oldi ekan mana. Meni tekshib bo'ldi bu. Ma filmda do'stlarimiz yurak besib, ashaliq yulduz belgisini besib, saqlab olinglar. Mush oilanglar mehmon kelgan vaqtda, unda bolalarimizni qilib bermaydigan vaqtingizda topolmay qolasizlar. Mush bo'yicha qilsanglar, bayam degandek etish usulini ayt oson ekan. Ham eng mo'yman, quvvat, ta'mi g'azab berdi ekan. Quyruq majmu do'stlar, quyruq may. Men gan quyruq may ko'p yeyishga amroq qildi. Odamga ziyon qilmaydi deb o'ylayman hamda. Bo'lmasa cho'nliq ziyon qilsa bo'ladi. Astiga mush quyruq mayni mana mushda albatta kisolimizga olib bog'lab. Kechirib tizib olamizcha. Qarang mana mushda. Do'stlar mana mushda albatta. Chiroyli ostda tizib olamiz. Buni ustiga az to'ldim piyoz. Go'sht piyozni tegib tursa, baksaz pishitcha. Mush denfengo degan hammadan uyda boshindamizda. Mush denfengo bilan qilsanglar nayt qulaylik ekan. Qolganini qanchalik pishirishlar, qanchalik vaqt pishirdi, mush ustam deb birdi hozir. Endi mana shu go'shtni tizib olamiz do'stlar. Mana. Bu ham temlantirib olgan go'sht mana. Temlantirib olgan go'sht mana. Mush bayramlarda bo'lsin, mush odatlik vaqtlarda bo'lsin, uyga mehmon kelgan vaqtlardami, ila mehmon qilib bersekmi, yoki o'zlarimiz qilib yeysakmi, shuni qilib tayyorlab g'azab payz oldi ekan tuqqanlar. Bo'libmi mush mehmon qilib berib qolsa ekan, ana shu mehmon Daim keltirib to'liq keladi. Mana tatanadosh. Mana mushtaada chiroq tizib olamiz do'stlar. Endi do'stlarimiz buni ustiga bir piyoz chechib deb, mana o'zimizniki yog' yo'n do'stlar. Mana
Yani diraylar tızı ve sağlaş. Yan bek esilip pişidi. Mana ustiga azroq laz ichitimiz. Ochiqni yaxshi ko'rmasam, chashim sog'lom bo'ldi. Bu laz bekdan oz ichib kerak lazım emas, o'zimizga yerlik lazdir. Hamma ko'k lazni qo'limiz bilan o'shtab solamiz. Bekmizlik ko'rib cho'vananda. Mush lazım o'zim g'ajab pez pishirdi. Bek esil chiqdi. Bura meni onam polo etsa qaylanadish. Ba'sevlar qizil lazni pologa dumlaydi ustiga. Dumlagandan keyin aniga chayzini ba'zi. Ani qilib qo'l titib lazachi so'lal yansa qilsa, baksa zona so'lal turadi. Va yangi yo'q olsin, go'sht olsin, hali demiye pishqandi ekan. Bek pez pishirdi. Endi do'stlar, azroq bir piyola bir suq jutsizlar juma do'stlar. Men do'stlar, mushodatda Denfangonniki musho gurish jon qilgan alat qilsanglar 40 marta o'zlik idil taqqilam to'xtayib qoladi. Uni mantivat terg'ash yo'q. Andan keyin mo'yin bir ish qilib qolsak, musho natjohni ag'zar nurg'ul ota olsin, yayimchilik qilmoqchi bo'lgan do'stlarimiz bo'lsin, jiqaylab ustam biz sizning ishingiz berib bo'lmayotganmiz, orliqchiroq ekan. Biz ishkir dolab qoldik, o'chi ang mo'yirma, mashg'ul tang olmagandek 8-10 ming, 3-4 ming o'qish pul to'layolmagan do'stlarimiz biz jiqkan shu mushni o'ylab biz ham bu jamiyatga bir politsiyaga qas ajib emas deb men mushni natijani yozib butun ochiq turlikka Restauran mamini yig'ib bir dars qildim tuqala. Buning ichida shovka ochiq chiqalib paychoq rampiza serg'ash, malatan, aniga jibo yudaydan yurman chomifin rampiza degandek nurg'un mush qattiq modulatgan yaymag'im tushirgan, degandek oshxonaga mod tushirgan mush hammani restoranni tayyor qilib mush dars qilib o'tab turibdi va to'pda 299 ko'ydi 40 na chiqil narsa. Sizlarga cho'ng ko'lamda yordam tegib qilish mumkin. Shunlashqa bir uygansan bo'ldi degan do'stlarimiz ayrimxona g'o'shan sho deb qoldirib qo'ysanglar, biz sizlar aloqa qilishimiz qolamiz.